Voy, keling uni. Oyim so'ragin deb chiqaruvdilar. O, как раз. O'g'lim o'zi uylanganmisiz? Yo'q. Oyingiz o'zi qaysi birini so'ragin deb chiqarib yubordilar. Nima farqi bor? Ko'nglingizga yoqsa bo'ldi-da. Zarnigor qizim choy olib chiq. Bu qizim 4-sinfgacha o'zi zo'rg'a bitirgan maktabni, lekin juda ham aqlli qiz. Idish yuvadi, mol boqadi, sigir sog'adi, hamma ishni qiladi. Kim olsa ham maza qiladi-da. Yaqinda Malibu olib bermoqchiman. Yerga tegsa ham o'zi bilan olib ketadi. Turiya qol. Men ham turib qolaymi? Voy bolam! Sen o'tir bolam. Juda hazilkash ekansan-da. Yoqdimi? Katta qizimni chaqiraman. Fatima! Bu qizim Kumbakarov. Ismimi? Yo, laqabi, MMAchi. Yaqinda Nursulton yutdi-yu. O'shaning shogirdi bo'ladi. Yeydi, uxlaydi, yotadi. Lekin oyligi zo'r. Qancha oladi? Yerga tegsa $1000 to'layman. Uylanaman. Yo'q. Ipoteka xizmati bor-ku, bitta pasport evaziga 10 yildan 15 yilgacha prosta uy olib beradi. Hech qayerda ishlash shart emas. Yo'q-ku? Ha, voy, o'shana qilib olaman. Agar sizga ham kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling, bemalol ma'lumot olasiz. Men endi bunikiman. Bu meniki.